Assalomu alaykum do'stlar. Mana biz bu yerda shunaqa gorizontalli bochka bilan 500 litrli filtr va nasos o'rnatib berdik. Bu joyga kran qo'ymadik. Bundan oldin bitta kontrolli kran bor ekan. Bu yerda ikkitali filtrimiz bo'ldi. Bu yerda bitta barasha kran kirishga va ichida papilogimiz bor. Chiqishimizga bu pastga bitta обратный klapan qo'yganmiz. Va bitta barasha kran. Bunda nasos o'zining обратный klapani yo'q ekan, shuning uchun bu yerga bir обратный klapan qo'yib yubordik mana ostiga. Bu yerga nasos bu yerdan ketyapti uy ichiga qarab. Uy ichida hammomga va oshxonaga ketyapti. Bu 500 litrli bochkamiz do'stlar mana. Bu yerga ustiga qopqoq qilinadi shunday. Hozir qopqoq qilinyapti. Ustiga temir yopiladi va yog'ochdan inshaalloh qishda muzlamaydi. Do'stlar, videoga like bosish va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.